Assalomu alaykum. Bugungi darsimizda sonning standart shakli, sonning butun va kasr qismlari, sonning oxirgi raqamini topish, nollar sonini topish mavzularini o'rganamiz. Demak, birinchi kichik mavzudan boshlaymiz, ya'ni sonning standart shakli. Xo'p, sonning standart shakli. Mana bunday yozuvlarni ko'rib qolamiz. Masalan, katta yuqori xonali son, ya'ni xonalari ko'p bo'lgan son, buni standart shaklda yozing deyiladi va biz buni quyidagi ko'rinishda yozishimiz mumkin. 49 ko'paytirilgan 10 ning 6 darajasi yoki bo'lmasa 490 ko'paytirilgan 10 ning 5-si yoki 4,9 10 ning 7-si va hokazo turli ko'rinishlarda yozishimiz mumkin buni. Endi mana shu yozuvlarning ichida standart shakli bor. Mana shu ko'rsatilgan sonni va standart shakli uchun hozir umumiy holda ifoda yozamiz. Demak, a ko'paytirilgan 10 ning n-chi darajasi yozuv. Mana shu yozuv standart shakli deyiladi sonni va bu yerda a birdan katta yoki teng o'ndan kichik bo'lishi kerak, n esa butun son bo'lishi kerak. N tegishli z. Mana shu yozuv standart shakli deyiladi sonni. Xo'p, keling buni mana shunday qilib qo'yaylik. Mana shu sonning standart shakli deyiladi. Mana shu shartni bajarsa. Xo'p, demak yuqoridagi olingan misolda sonning standart shakli qaysi biri bo'lishini endi ko'rish qiyin emas. Ya'ni mana bu oxirida yozilgan yozuv mana shu sonning standart shakli bo'ladi. Chunki bu yerda a ning qiymati, ya'ni mana bu yerda 10 ning darajasini oldida turadigan sonni qiymati 1 va 10 ning oralig'ida bo'lishi kerak. 1 ga teng bo'lishi ham mumkin, lekin 10 dan kichik son bo'lishi kerak. Mana bu yerda 4,9 hosil bo'lyapti. 4,9 mana shu shartni bajaradi. Mana bu yerda 490 yoki 49 lar mana bu shartni bajarmaydi. Lekin tenglik jihatdan qaraganimizda o'sha 49 million degan sonimizni mana shu 49 10 + 6 yoki 490 10 + 5 yoki 4,9 10 darajasi 7 ko'rinishda yozganlarimiz to'g'ri bo'ladi, lekin o'sha yozuvlarning ichida buning standart shakli sifatida biz oxirgi o'rinda turgan, ya'ni 3-chi yozgan yozuvimizni olishimiz kerak bo'ladi. Sonni standart shaklga keltiring degan paytda mana shunday ko'rinishda yozishni tushunishimiz kerak va bu yerda a ni, ya'ni 10 ning darajasida oldida hosil bo'lgan sonni 1 va 10 ning orasida bo'lishini ta'minlashimiz kerak. O'shanda biz uni standart shaklda yozgan bo'lamiz. Keling, yana bitta misol yozamiz. 0,27. Mana buni standart shaklda yozish uchun demak qarang, mana bu virgulni hozir biz 1 2 3 4 5 xona oldinga surishimiz kerak. O'shanda 2 va 7 ning orasiga keladi. 5 xona surdik, ya'ni o'ng tarafga qarab va 10 + -5 qilib qo'yamiz. O'sha o'ng tarafga surgan paytda manfiy darajada qo'yish kerak bo'ladi. Xo'p, sonning standart shakli bu kichik mavzucha, ya'ni bu kichik mavzu, mini mavzu sifatida buni qabul qilib, ya'ni mana shu ma'lumotlar standart shakli haqida yetarli. Endi sonning butun va kasr qismlari haqida gaplashamiz. Sonning butun va kasr qismlari. Demak, hozir
oldin o'sha belgilar bilan yozib olaylik. Mana bunda yozuvga ko'zingiz tushgan bo'lishi kerak. Ya'ni misollarda uchratib qolamiz shunday yozuvlarni. Endi bu qaus sifatida ishlatilishi ham mumkin. Agar qaus sifatida ishlatilmay mana bunday belgi berilib alohida izoh berilgan bo'lsa, demak o'sha izoh bo'yicha buni tushunishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu yerda hozir biz shu kvadratik qaus ichidagi a ni a sonning butun qismi deb olamiz. A sonning butun qismi. Keyin mana bunday sistemali qaus ichida yozuv ham bor. Bu yerda a sonning kasr qismi. Misol oladigan bo'lsak, mana 23,96 sonni qaraydigan bo'lsak, bu sonning butun qismi 23,96. Mana shunday bo'ladigan bo'lsa, buning butun qismi 23 ga teng bo'ladi. Ya'ni butun qismi virguldan chap tarafdagisi, kasr qismi esa 23,096 bo'ladigan bo'lsa, bu 0,96 bo'ladi. Endi hozir sonning butun va kasr qismlarini xossalarini yozishimiz kerak. Xo'p, demak, birinchi xossasi xossalari. Birinchi xossasi sonning butun qismi sonning o'zidan kichik yoki teng bo'ladi. Ikkinchi xossasi mana bu yerda yozamiz. Ikkinchi xossasi sonning kasr qismi nol va 1 orasida bo'ladi. 0 va 1 orasida bo'ladi sonning kasr qismi. Kechirasizlar, mana bu yerda bitta 0 qolib ketibdi. 0,096. Xo'p, endi uchinchi buni misol bilan, uchinchi xossani misol bilan ko'rsatishimiz kerak. Yoki bo'lmasa bunday qilsak bo'ladi. Sonning manfiy sonning butun qismi. Demak, a teng Xo'p, buni hozir yozish biroz noqulay bo'lyapti menga. Hozir buning uchun misol olib tushuntirganim yaxshi. Ya'ni manfiy sonning butun qismi qanday bo'ladi? Manfiy sonning butun qismi mana bu yerda -2,7 deydigan bo'lsak, buning butun qismi -3 ga teng bo'ladi. Ya'ni bu yerda -2 deb aytmasligimiz kerak, bu -3 bo'ladi. Nega bunday bo'lishi? Bu nimadan kelib chiqadi? Qoldiqli bo'lishdan. Ya'ni bu sonni hozir biz yozgan paytimizda -3 plus 0,3 deb yozishimiz kerak. O'shanda -2,7 kelib chiqadi. Buni -0,7 deb yozadigan bo'lsak, bu yerda qoldiq manfiy son bo'lib qolyapti. O'shaning uchun qoldiq musbat bo'lishi kerakligidan buni manfiy sonning butun qismi, ya'ni o'zidan keyingi, ya'ni o'zidan oldingi butun songa teng deb olsak bo'ladi. -2,7 dan keyin -3. Yana bitta misol ko'raylik. Endi -0,196 ning butun qismi demak -1 ga teng bo'ladi. O'zidan oldingi butun songa teng bo'ladi. To'rtinchi xossa sifatida
sonning butun qismi sonning o'zidan kichik yoki teng, o'sha sondan birni ayirganimizda katta. Albatta endi birni olib qo'yadigan bo'lsak, undan katta bo'ladi. Buni alohida belgilab qo'yaman, chunki butun qismga doir masalalar bo'lib qolishi mumkin. O'sha butun qismga doir masalalarni yechgan paytimizda bu nimadan, xossadan foydalanamiz. Endi 5-xossa. Sonning butun qismini o'sha sondan uning kasr qismini ayirganimiz kabi yozishimiz mumkin va shundan kelib chiqadi, yana bunday yozishimiz mumkin. Sonning kasr qismi haqida ham shunday gap aytish mumkin. Sonning kasr qismini sondan uning butun qismini ayirganimizga teng deb ifodalasak bo'ladi. Mana bu sonning butun va kasr qismlari haqida ma'lumotlar edi. Xo'p, endi bunga doir misollar eshitgan paytimizda yana ba'zi xossalar qolgan bo'lsa yoki yana aytish kerak bo'lgan asosiy tushunchalar bo'ladigan bo'lsa, ularni ham qo'shimcha berib boramiz. Xo'p. Endi sonning butun va kasr qismlaridan keyin sonning oxirgi raqamini topish degan mavzu bor ekan, keyin nollar sonini topish ekan. Endi hozir oxirgi raqamni topishdan oldin nollar sonini topish nimasiga, mavzuga e'tibor qaratsak, birinchi, ya'ni shu butun qismi bilan bog'liq tushuncha bor bu yerda nollar sonini topishda. Demak, nollar soni qanday aniqlanadi? Sonning oxiridagi nollar sonini topish. Nollari sonini aniqlash. Masalan, aytiladiki, 15 faktorialni hisoblagan paytimizda uning oxirida nechta nol bo'ladi? Nechta noli bor? Mana shunday savol bo'lsin. Buni aniqlash uchun nima qilamiz? 15 faktorialni bilamizki, bu 1 dan 15 gacha bo'lgan sonlarning ko'paytmasi. Demak, mana shu ko'paytma nechta nol bilan tugashini qanday qilib aniqlaymiz? Nollar sonini topish uchun biz mana shu ko'paytmadagi 5lar sonini topishga harakat qilishimiz kerak. Nima uchun deganda, 5lar sonini aniqlashimizning sababi 0 hosil bo'lishi uchun 5 bilan biron bir juft son ko'payishi kerak. O'shanda 0 hosil bo'ladi. Ya'ni 0 hosil bo'lishi uchun 5 kerak bo'ladi bizga. 5 bilan juft sonni ko'paytmasi 0 hosil qiladi. Masalan, 5 ni 2 ga ko'paytirsak 10, 5 ni 4 ga ko'paytirsak 20. Mana oxirida bitta 0 hosil bo'lyapti. Ya'ni bitta 5, bitta 0 hosil qiladi. Endi mana shu joyda savol bo'lishi mumkin. 5, ya'ni 0 hosil bo'lish uchun 5 kerak bo'lyapti deyapsiz. Mana bu yerda 4 ni 25 ga ko'paytirsak, mana 5 yo'q, u 4 ni 25 ga ko'paytirsak ham 100 hosil bo'lyapti. Mana oxirida 0 paydo bo'lyapti deyishingiz mumkin. Albatta, bu yerda 5 25 ni ichida turibdi. Ya'ni 25 ni 5 ko'paytirib 5 deb yozsak bo'ladi. O'shaning uchun 5lar sonini topsak, biz nollar sonini topgan bo'lamiz. Buni topish uchun nima qilamiz? Demak, hozir men shu yerdagi 5lar sonini qidirayotganim uchun n5 deb qo'yaman. Ya'ni 5lar soni o'sha qaysi songacha ko'paytirilgan bo'lsa, o'sha sonni olamiz va
5 ga bo'lamiz. Uning butun qismini olamiz. Keyin yana bu ishimiz davom etadi. Endi 15 ni 5 ning kvadratiga bo'lamiz. Yana shunday davom etaveradi 5 ning kubiga va hokazo mana shu tarzda davom etadi bu ish. Endi bundan buyog'ini nimaga yozmadim? Chunki mana bu belgi hozir bizada butun qismi deb o'rgandik yuqorida buni. 15 ni 5 ga bo'lganimizda 3 bo'lyapti va 3 ning butun qismi bu 3 ga teng. Endi 15 ni 25 ga bo'lganimizda kasr son paydo bo'lyapti va 0 butun deb boshlanadigan son paydo bo'ladi. O'shaning uchun buni butun qismi 0 ga teng. Keyingisiniki ham 0 ga teng. Agar yana davom ettiradigan bo'lsak, ularning barchasiniki 0 ga teng bo'lyapti. O'shaning uchun buni davom ettirishni hojati yo'q boshqa. Ya'ni 3 chiqyapti. Demak, 15 faktorialni hisoblaganimizda uni oxirida 3 ta 0 chiqar ekan. Endi 5lar sonini biz bu formulasiz ham sanab ko'radigan bo'lsak, bu yerda 15 faktorialda 5 ning o'zi bor, keyin 10 ning ichida bitta 5 bor va 15 ni 3 ko'paytirib 5 deb yozishda yana bitta 5 bor va 3 ta 5 borligini ko'ryapmiz. Bu 5lar bilan 0 hosil qiladigan juft sonlar esa ancha ko'p. Ixtiyoriy bittasi bilan u 0 hosil qilishi mumkin. Shuning uchun buni oxirida 3 ta 0 hosil bo'ladi deymiz. Va shunga o'xshagan misollar bo'lsa, mana bu faktorialni oldida turgan son nechi bo'lsa, o'sha sonni 5 ga bo'lamiz, keyin 25 ga, keyin 125 ga va xullas butun qismi 0 bo'lgunicha bo'lib boramiz. Undan u yoqqa olishimiz shart emas. Men 15 ni olganim uchun kichikroq son olib qo'ydim va bu yerda birinchi qadamning o'zida butun qismi chiqdi, ikkinchida 0 bo'lib boshlandi. Agar bu yerda kattaroq son olganimizda, masalan 150 faktorial deganimizda 150 ni 5 ga bo'lamiz, 150 ni 25 ga bo'lsak butun son chiqadi. 150 ni 25 ga bo'lsak, bu yerda 6 chiqadi. Keyin 150 ni 125 ga bo'lgan paytimizda 1 ga teng bo'ladi va undan keyingisi, ya'ni 5 ning 4-chisiga bo'lgan payti butun qismi 0 ga aylanadi. Ya'ni bu yerda olingan songa qarab, ya'ni butun qismi 0 bo'lguncha ishni davom ettirsangiz bo'ladi. Xo'p, endi bunday ko'rinishda berilmasligi ham mumkin. Misol, ya'ni faktorial ko'rinishda berilmasdan qandaydir sonlarning ko'paytmalari shaklida yozilsa ham, o'sha sonlarning ichida 0 hosil bo'ladigan qilib, ya'ni 2lar va 5larning darajalari shaklida yozib olib turib, oxiridagi 0lar sonini shundan ham keltirib chiqarish mumkin. Bu yerda sonni xona birliklarini, ya'ni uni necha xonali son ekanligini aniqlashda ham bu usuldan foydalansa bo'ladi. Keling, shuni misol yordamida ko'rsatay. Masalan 27 ko'paytirilgan, buni birinchi misol deylik, buni ikkinchi misol deymiz. 27 ko'paytirilgan, xo'p, 15 ko'paytirilgan 32 ko'paytirilgan 25. Mana shunday bo'lsin. Mana shu endi hozir kichikroq bo'lishi mumkin bu. Mana shunday misol berilgan bo'lsa, buni necha xonali son yoki oxirida nechta 0 bor desa, bu sonlarning hammasini qanuniy shaklga o'tkazib chiqamiz. Ya'ni 3 ning kubi 27 bo'ldi, 15 ni esa 3 ko'paytirilgan 5 deymiz. 32 esa 2 ning 5-darajasi, 25 esa 5 ning kvadrati. Ana bu yerdan 2lar va 5lar 0 hosil qilgani uchun ularning soni bir xil bo'ladigan qilib 2lar va 5larni olamiz. Ya'ni 2 ning 5-chisi, ya'ni 5 ta 2 bor, lekin bizda 3 ta 5 bor. Demakki 5 ning 3-chisi va 2 ning 3-chisini olamiz. Ular 0 hosil qiladi. Qolgan sonlarni esa ko'paytmasini yozamiz, chunki boshqa 0 hosil bo'lmaydi. Demak, 2 dan bizda 3 tasini olgandik, ya'ni 2 tasi qolgan edi. 2 tasi 4 bo'ladi, ya'ni 2 ning kvadrati 4. 4 ni
3ning to'rtinchisiga, ya'ni 81 ga ko'paytiradigan bo'lsak 324. Ya'ni buni 324 ko'paytirilgan 10ning 3-chisi. Nollar soni so'ralsa 3 ta noli bor. Necha xonali son desa, demak 6 xonali son deymiz. Endi misolni men biroz soddaroq olgan bo'lishim mumkin. Murakkabroq misollarda ham xuddi shunday harakat qilsangiz bo'ladi. Endi sonni oxirgi raqamini topish. Endi bu mavzuni sonning oxirgi ikkita raqamini yoki uchta raqamini topish mavzusiga qo'shib o'tganimda ham bo'lardi. Endi oxirgi raqamni topish hozir bu yerda nisbatan osonroq bo'lgani uchun bu yerga qo'shib qo'ydim. Sonning oxirgi ikkita va uchta raqamlarni topishni biz Euler funksiyasi yordamida ishlashimiz kerak bo'ladi. Bunga esa Euler funksiyasini aloqasi yo'q. Ya'ni siz ham ishlash mumkin. Xo'p, demak davom etamiz. Sonning oxirgi raqamini topish. Sonning oxirgi raqamini topish. Endi sonning oxirgi raqamini topish qayerlarda uchraydi? Ya'ni bu ko'pincha daraja shaklida, ya'ni sonni darajasiga kattaroq sonni berib, uni hisoblab bo'lmaydigan darajada, ya'ni qo'lda hisoblash, kalkulyatorda hisoblamoqchi bo'lsak ham uni hisoblab bo'lmaydigan darajada katta son beradi va uni oxirgi raqamini topishimiz kerak bo'ladi. Endi qarang, sonning oxirgi raqamini topishda nimalarga e'tibor beramiz? Mana ba'zi xususiy holatlarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni qanday, mana oldiga 3 ta nuqtalar bilan yozyapman. Bu degani bu oxirgi raqamini ko'rsatib qo'yapman. Boshqa raqamlarning ahamiyati yo'q. Mana oxiri 1 bilan tugaydigan har qanday sonning har qanday darajasi n'inchisi deb qo'ydik. Mana shuni. Endi buni qavs bilan yozishimiz kerak. Mana bu nuqtalar ham nima qilish uchun bu yana nima bilan tugaydi? 1 bilan tugaydi. Oxiri 1 bilan tugagan sonni har qanday darajasi 1. Xo'p, yana shunday holatlar borki, nuqta 5. Ya'ni oxiri 5 bilan tugaydigan sonning oxirgi raqami ham yana 5 bilan tugaydi, daraja nechi bo'lsa ham. Xo'p, oxiri 6 bilan tugaydigan son nuqta 6. Buni ham n'inchi darajasi, bu ham 6 bilan tugaydigan. N nechi bo'lsa ham. Xo'p, boshida yozishim kerak edi, mana bu qolib ketibdi. Ya'ni oxiri 0 bilan tugaydigan sonning n'inchi darajasi ham yana oxiri 0 bilan tugaydi. Mana shu 4 ta holatni ko'rib chiqdik. Bu darajaning nechi bo'lishini ahamiyati yo'q ekan va mana shu son o'zi qanday, ya'ni 6 yoki 5 bo'ladigan bo'lsa, 0 yoki 1 bo'ladigan bo'lsa, o'sha raqamlar bilan tugaydi oxirgi raqamlar. Endi ulardan boshqa raqamlar, ya'ni oxiri 2, oxiri 3 yoki 4 bilan tugasa, qanday qilib buni oxirgi raqamini aniqlaymiz? Buning uchun albatta misol ko'rishimiz kerak. Demak, birinchi misol. Xo'p, 12 ning 97-chi darajasi plus 143 ning 74-chi darajasi. Mana shu yig'indi qanday raqam bilan tugaydi? Endi hozir men oxiri 2 va 3 bilan tugaydigan sonlarning oxirgi raqamini topishni bitta misolda ko'rsatishga harakat qilyapman. Qarang. Xo'sh.
Birinchi buni hisoblab olishimiz kerak, ya'ni 12ning 97-darajasi qanday raqam bilan tugaydi? Buni bilish uchun 12 deb yozib o'tirmayman, oxiri 2 mana, oxiri 2. Buning birinchi darajasi nechi bo'lardi? 2 bilan tugardi. Ikkinchi darajasi 4 bilan tugaydi. Uchinchi darajasi, ya'ni 2ning 3-darajasi. O'shalarni tekshirib ko'ramizda, bu 8 bo'ladi. Endi 2ning 3-si 8, 4-si esa 6 bilan tugaydi. Ya'ni 16 bo'ladi-da bizga oxirgisi qiziq. 5-sidan boshlab yana 2 kelyapti, ya'ni 32, 2ning 5-si. Bu 2 bilan tugaydi. Va 6-sini ko'radigan bo'lsangiz, yana 4, keyin 8, keyin yana 6 keladi. Mana davrini aniqlab oldik, ya'ni takrorlanish davri deb qarasak bo'ladi buni. Necha qadamdan takrorlanyapti? 4 qadamdan keyin takrorlanyapti. O'sha mana bu takrorlanish davrini d bilan belgilaylik, ya'ni d teng 4. Bu d deganimizni endi biz o'zimiz belgilab oldik, ya'ni bu takrorlanishlar soni 4. Endi keyingi ishimiz nima bo'ladi? O'sha darajada turgan, mana darajani alohida ko'rsatib qo'yaman. Mana darajada turgan sonni, mana shu 97 ni olamiz va uni 4 ga bo'lamiz. 4 ga bo'ladigan bo'lsak, bu yerda 24 bo'ladi va bir qoldiq qoladi. Bir qoldiq. Ana shu qolgan qoldiq biz uchun muhim. Mana o'shaning uchun buni bir alohida belgilab qo'yaylik. Mana shu qoldiq biz uchun juda muhim. Mana o'sha qoldiqni mana bu 12 ning darajasiga qo'yamiz. Mana bu qoldiq 97 ni demak bu yerga oldik. 12 ning darajasida hech nima yo'q hozircha. O'shaning uchun 12 ning darajasiga qo'yamiz endi. 12 ning darajasiga mana shu qoldiqni qo'ysak, ya'ni 1. Va bu necha bilan tugardi? Oxiri 2 bilan tugar edi. Mayli, buni bizga 12 deb yozishimiz shart emas, chunki buni 12 bo'lmaydi oxiri. Mana bu sonni oxirgi raqamlari, ya'ni 2 dan keyin ham bu yerda raqamlar bor. Uni necha ekanini bilmaymiz, lekin oxirgisini 2 ekanini bilamiz. Va mana bu yerga yozamiz. Endi birinchisini oxirgi raqami 2 bilan tugadi. Endi ikkinchisini, ya'ni 143 ni 143 bo'lishi uchun, ya'ni 143 ni tekshirish uchun 3 nikini tekshirsak bo'ladi. 3 ning birinchisi bu 3 bilan tugaydi. Oxiri 3 bilan tugagan sonning kvadrati oxiri 9 bilan tugaydi. Oxiri 3 bilan tugagan sonning kubi oxiri 7 bilan tugaydi. Oxiri 3 bilan tugagan sonning 4-darajasi bu 1 bilan tugaydi. Ya'ni 7 ni 3 ga ko'paytiramiz, 21 ning 1. Va 5-sini ko'radigan bo'lsak, 3 ning 5-si yana 3 bilan tugayapti. O'shaning uchun bitta yozib qo'yaylik, mayli. Mana bu 3. Demak, buning ham davri necha bo'lyapti? 4 bo'lyapti. Ya'ni takrorlanishlar soni 4. Endi yana o'sha qoida, ya'ni 74 ni olamiz, ya'ni darajasida turgan son. O'shani 4 ga bo'lamiz. 74 4 ga bo'ladigan bo'lsak, necha qoldiq qoladi? 72 bo'lganda 18 bo'lar edi va 2 ta qoldiq qoladi. 2 qoldiq. 2 qoldiq qoladi. O'sha qoldiqni biz daraja ko'rsatkichiga olib borib qo'yishimiz kerak. Ya'ni 143 ning daraja ko'rsatkichiga. 143 ning ikkinchisi. Ya'ni bu yerda mana bu nimadan qaraymiz endi. 3 ning ikkinchisi nima bilan tugar edi? 9 bilan. Ana endi bu yerga yozamiz. Nuqta 9. Va endi bu ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, albatta oxirgi raqam necha bilan tugaydi? 1 bilan tugar ekan. Mana xuddi shu tarzda sonning oxirgi raqamini topish mumkin.
Yig'inida yana boshqa sonlar qatnashadigan bo'lsa, yana davom etib qo'shiluvchilar bo'ladigan bo'lsa, ularning ham har birisini mana alohida ishlab, keyin oxirgi raqamlarni mana shu tarzda aniqlash mumkin. Endi hozir 2nikini va 3nikini ko'rdik. Endi 4, 5, endi 5nikini mana bu yerda aytdik. 6, 7, 8, 9 qolyapti. Ularning takrorlanishlarini nechidan takrorlanishini misolda ko'rib chiqsak bo'ladi. Xo'p, 4 ning takrorlanishlari. 4 ning birinchisi 4 bilan tugaydi. 4 ning ikkinchisi 6. 4 ning uchinchisi yana 4 bo'lyapti. 4 ning to'rtinchisi yana 6 bo'lyapti va buning davri necha ekan? 4 niki 2 ekan. Xo'p, endi 9 nikini ham shu yerga yozib ketamiz. 9 ning birinchisi 9 bilan tugaydi. 9 ning ikkinchisi 81, ya'ni 1 bilan tugaydi. 9 ning uchinchisi yana 9 bo'ladi. 4-inchisi esa yana 1 bo'ladi. Va buni ham davri 2 ga teng ekan. Mana shu 4 va 9 ning davri 2 ga teng. Qolganlarning davrlari hammasiniki kechirasizlar, buniki 2 ga teng, qolganlarniki 4 ga teng. Ya'ni bu yerda 6 niki kechirasiz, hozir 2 ni 3 ni ko'rdik, 4 ni 5, 7 niki qolyapti, 8 niki qolyapti. 7 va 8 larniki 4 ga teng takrorlanish davri. Nuqta 7 ni birinchisi 7 ga teng. Nuqta 7 ning ikkinchisi bu 49, ya'ni 9. 7 ning uchinchisi bo'ladigan bo'lsa 7 9 63, ya'ni 3 bilan tugaydi. 7 ning to'rtinchisi esa yana 3 ni 7 ga ko'paytiradigan bo'lsak 1. 5-inchisida yana 7 takrorlanadi. Nuqta 7 ning 5-inchisi bu yana 7 bo'lib kelyapti. Mana bu yerdan buni takrorlanish davrini 4 ekanligini bilish mumkin. Xo'p, 8 nikini ham ko'raylik. Nuqta 8. 8 ning kvadrati bo'ladigan bo'lsa 64, ya'ni 4. 8 ning uchinchisi 4 8 32. 4-inchisi 6 bo'ladi, ya'ni 2 ni 8 ga ko'paytiramiz. 5-inchisi endi 6 ni 8 ga ko'paytiramiz, yana 8 kelyapti mana. O'shaning uchun buniki ham 4 ga teng bo'ladi. Esda qoldirish menimcha juda qiyin emas. 4 niki va 9 niki 2 ekan. Qolgan nimalarni 1 niki, 5 niki va 6 nikini bilamiz. Qolgan 4 ta sonnikini davri 4 ga teng ekan. Mana shunday tarzda hisoblab sonning oxirgi raqamini aniqlash mumkin. Xo'p, endi videomizning hajmi ham ancha kattalashib qoldi. Shuning uchun mana shu joyda darsimizga yakun yasaymiz. Sog' salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi darslarda uchrashguncha